Uyimizning ichkari tarafi bitta emulsiya qilish kerak ekan, yaxshilab. Yaxshi rang berib, bundaqa yorilib, chizilib, irib qolmagan. Xo'p, mana koridorga kirgan joyda chap qo'l tarafda mana boyagi balkonga chiqadigan joyi, kuxnya qilasizlar bu yerda. Mana kuxnyasi ham katta ekan. Bu yerga rakvina qo'ysalaring bo'lar, rakvinaning joyi u, adashmasam shkafil qilingan rakvinaning joyi. Ertalab yuz qo'l yurganim, bu yoqqa bu tarafda mana zali bor, katta. Ataplinalarni ko'ryapsizmi? Rossiyska cho'yandan qilingan. Uyimizni ko'rinishi faqat emulsiya berib olish kerak bo'ldi. Mana bu yerdan hozir shpaklovka tortib ketgan. Xo'p, bu yoqda xonalarni ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda ham mana bitta xonasi bor. Bu yoqda hamma xona ataplina qilingan. Faqat emulsiya qilib, chiroyli qilib remont qilib, gilamlar ilon bilan to'shalgan. Ilonim bu. Yaxshisi bu yoq parket ekan. Adashmasam buni hammasi parket ekan, ilon emas mana. Laminat qilingan. Ko'rasizmi, mana stigi bor ekan. Shunga e'tibor bermayapman men ham. Keyin yana bitta xonasi bu yoqda. Mana yana bitta xonasi. Bu katta xona, yaxshi xona. Xo'p. Mana yana bitta xonasi. 4 ta xona bor. Bu ko'cha tarafga qaraganda eshigi mana hozir ko'ramiz. Narxi qiziqda, buni narxini arzon qilib gaplashib qo'ydim. U ba'zi joylarda 550 million, 500 million deb aytib qo'yibdi. 450 millionga narxini aytib qo'ydi egasiga. Kelishtirib, gaplashib, savdolashsalaring beradi. Agar qila olmasalaring telefon qilinglar. Mana bu yoqda unitazi turadi. Rakvinasi bor. Unitazini sindirib tashlaganmi? Vannasi bilan. Xo'p, bu yoqda vannasi ham bo'lishi kerak mana. Mana vannasi bor ekan. Mana vannalar tayyor ekan, cho'milgan. Yana ozgina bu narsa qilib olasizlar, mana tepada ariston qilingan. Rakvina suv borish kerak, adashmasam. Suv bor, mana yerda nasosni o'chirib qo'yibdi. Hamma joyda mana bunaqa ataplina qilingan, cho'yandan. Uyimizning ko'rinishi shundan iborat. 450 million narx qo'yib qo'ydik bunga. Savdolashib olasizlar. Telefon qilasizlar. Mana qo'ni-qo'shnilar ham yaxshi, salqin joy, shamolni qaranglar mana.